Hammaga salom. Soat millari 5 elektorni ko'rsatmoqda. Bu degani biz toqqa yo'lga chiqdik. Xo'p. Izoh qoldiring. Yo'q. Izoh keyin bo'ladi. Ali siz nima deysiz? Meni birinchi marta borishim, borgandan keyin hammasini aytamiz. Biz yo'lda davom etyapmiz. Yengil yo'l hodisasi paydo bo'ldi bu yoqda. Erkaklar qatoriga kiramiz shunda. Endi Jasur degan ism ham haqiqiy o'g'il bolaga qo'yiladigan ism. Hop, bizning sayohatimiz davom etyapti. Juda zo'r bo'ladi taassurotlar. Birinchi marta bu yerga kelishim, birinchi marta uchishim, birinchi tushishimda bir 5-6 marta yiqildim. 5-6 marta yiqildim, уже keyingisidan yiqilishni to'xtatdim. Juda zo'r. Kelishda hammaga maslahat beraman. Sekin bozorlik qilib chiqdik. Tak, bu biz kvartiramiz. Bu yoqda produktlar hozir. Bu vanna. Bu yoqda bizda balkon. Ovqatlansa ham bo'ladi. Juda ham qulay. Kuxnyada hamma narsa bor, ovqat tayyorlash uchun. Kladovka. Bu yoqda birinchi spalnya 2 kishi uchun. Ikkinchi spalnya. Yana 1 yoki 2 kishi uchun. Bu yoqda ham bitta divan bor, bu yoqda ham odam yotsa bo'ladi. Xo'p, bizning vlogimiz davom etadi. Hozir qayerga chiqyapmiz, Ozod? Qanaqadir qasrga. Qanaqadir qasr nomi nima? Qanaqa? Severni Gora qasriga chiqyapmiz. Juda chiroyli kadrlar bo'ladi hozir. Hozir biz zalga keldik. Zalda hech kim yo'q. Zalda hech kim yo'q. Oei, selfie. Selfie. Selfie qiling-ki, u yoqda. Selfie qiling. Oh, yes. Yes. Bu yoqda birinchi qavat yoki ikkinchi qavat. Yo'q, birinchi eng ko'p.